solih amal sizga tavfiq kelishligining sababi ekan. Qancha savobli, solih amalingiz ko'p bo'ladi, shuncha tavfiqqa ega bo'lasiz. Solih amal nima? Solih amalda nimani aytamiz? Qalbida Alloh va uni payg'ambariga iymoni bor bo'lgan erkakni, ayolni ixlos bilan kitob va sunnatga muvofiq suratga qilgan amali solih amal deyiladi. Sizni ko'zingizga ko'ringan, yaxshi bo'lib ko'ringan amalni hammasi solih amal deyilavermaydi. U amal solih bo'lish uchun kitob va sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Ixlos bilan qilingan bo'lish kerak. Mana shunda solih amal deyiladi. Mana shunday solih amal qilgan bandani bu dunyoda hayoti osuda, pokiza bo'ladi. Qaytaraman. Mana shunday solih amalni qilgan bandaning